hesap mı yapılan? İşte fast food yeb katta bo'lgan semizotlar. Qaysi biri o'g'lim urishding? Men urdim, tinchlikmi? Qaysi duolaringda so'rading g'ulam traktordan kalta eshitdi? Ha, otam tinchlikmi? Nima bo'lyapti? Bolam, uyini tanimayman, meni qayta ota qildi. Burib o'ldirib qo'ymas, onangni ham ko'r. Nima? Nimani teskarisi? Faqat tinchlikmi sig'ilganda telpe, kostyumlar kiyib, nima bo'lyapti? Qora qalam, bu telpe bilan chaqib sunnat o'yinda tushgan ashina berayapman. Nima edi? Seni bo'g'ib o'ldirib qo'yaman. Dada, akam Rossiyadan telefon qilyapti, pul jo'natar ekan. Kelib tur. Alo, ha, Shamshod. Salomni keyin berasan. Qara, so'm chiqarsang, uskart bilan xumor kartamga tashlaysan. Agar dollar chiqarmoqchi bo'lsang, viza kartamga tashlaysan, ha? Qayerdan tashlayman? Mondan tashlaysan. Gapim beshik hayvon. Milliy pay degan ilova chiqqan, ha? Milliy pay ilovasida bor-ku. Rossiyada turib O'zbekistondagi ko'plab to'lovlarni amalga oshirsang bo'ladi. Misol uchun qara bolam, kreditlarimiz bor. Shu yerda pul tushirishing kerak. Ishonasanmi? Kamula to'lov desam, ular hammasini to'lovlarni bemalol to'laysan, eshitdingmi? Hammasini ishlatyapti. Darrov tortib pul tasha onangni ham ko'r. Ochib bir onangni ham ko'r. Bo'pti, tasha. Nima deyapti sen? Tog'a, otam tekir odam ekansiz. Nechinchi yilsiz o'zi? 2007-yilman. Nima edi? Tog'a, siz bilan ursak uyat bo'ladi. O'g'lingizni olib ketavering. Nima uyat bo'ladi? Senlar bilan ishtonchi urishaman deyapman akamni. Ishonib bolalar urmasdan baqirtirib yuboraman. Zo'ru, qanaqa qilib tog'a? Sen bizni zo'raman. Shirmishig'lar, men bilan urishsan, ajratgan 4 odam men bilan kelishga eshitdingmi? Uraverib bo'yningda kreditlar zo'raman. Onangni bilan. Tura qol ko'zimni ko'r.